Abdurauf Fitrat. Buyuk jadidchi, ma'rifatparvar, tarjimon, filolog, birinchi o'zbek professori. Abdurauf Fitrat 1886-yilda Buxoro amirligida tavallud topadi. Uning otasi savdogarlik bilan shug'ullangan. Fitratning tarbiyasi bilan onasi Mustafo bibi shug'ullanadi. Fitrat Turkiston Dorulfunida o'qib yurgan vaqtlari unga o'qituvchilari Fitrat, ya'ni donishmand deya taxallus qo'yadi. Kechdi umrim naqd g'aflat, birla nodonlig'da hayf, qolg'ani sarfuda anduhu pushaymonlig'da hayf. Jonga bir dushvorlik qo'ymay riyozat ranjitdim, sarf bo'ldi naqd ovqatim, tan osonlig'ida hayf. Jondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz, sondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz. Har meniki sevmak ondan ortiq olmas, ondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz. G'ofil o'lma ey soqi, gul chog'in g'animat tut, vaqti aysh erur boqi, ol chag'ir ketur bot tut. Bu nasihatim ongla, ne bilur kishi yongla, ne bo'lur ekin tongla, sen bu kun g'animat tut.